Ayni kunlarda Qoraqalpog'iston Respublikasining ko'plab tumanlarida qor yog'moqda. Qishning injiq kelishi va kutilmagan qor yog'ishi respublikamizning ko'plab hududlari qatori Nukus shahrida ham yo'l harakati qatnashchilari uchun haqiqiy sinovga aylandi. Ko'p miqdorda yoqqan qor va havo haroratining keskin pasayishi yo'llarda sirpanchiq muzlamalarni hosil qilib, avtotransport harakatini qiyinlashtirdi. Biroq bunday noqulay ob-havo sharoiti yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining ish sur'atini susaytira olgani yo'q. Ayni vaqtlarda Nukus shahrining markaziy ko'chalari va chekka hududlarida maxsus texnikalar tunu kun faoliyat ko'rsatmoqda. Mavjud vaziyatni barqarorlashtirish va harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'llar maxsus texnikalar yordamida tozalanmoqda. Shuningdek, qum, tuz aralashmasini sepish ishlari amalga oshirilmoqda. Obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari belkurak va maxsus vositalar bilan yo'laklarni, bekatlarni va jamoat joylarini qordan tozalab, shahar ahliga qulaylik yaratishmoqda. Asosiy magistral va ichki yo'llarda harakatning uzluksizligi va xavfsizligini ta'minlashga qaratilmoqda. Asosiy maqsad yo'llarni qor va muz uyumlaridan tozalab, transport vositalarining xavfsiz harakatlanishi uchun imkoniyat yaratishdir. Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlashda eng katta mas'uliyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari zimmasiga tushgan. Ular hozirda kuchaytirilgan tartibda xizmat olib borishmoqda. Ayni paytda yo'llarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tirbandlik va noxush holatlarning oldini olish, haydovchi va piyodalar xavfsizligini ta'minlash maqsadida barcha zarur choralar ko'rilmoqda. Biz har qanday havo sharoitida xalq xizmatidamiz. Maqsadimiz yo'l transport hodisasining oldini olib, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi. Azonda erta azondan ko'chadagi xizmatga biriktirildik. O'sha kesishlarda yo'l tayg'oq bo'lgandan keyin shu yerda xizmat olib boryapmiz. Barcha avtotransport boshqaruvchilariga hamda piyodalarga yo'llarda tayg'oq bo'lganligi sababli sergak bo'lishni chaqiramiz. Yo'llarda e'tiborli avtotransport boshqaruvini so'rab qolamiz. Ochig'ini aytish kerak, ko'pchiligimiz yo'lda yo'l-patrul xizmati xodimini ko'rganda jarima yozadi yoki yo'limdan chiqdi degan xayol bilan biroz g'ashimiz kelishi mumkin. Lekin mana shunday sinovli kunlarda ularning xizmati naqadar zarur va hayotiy ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Hamma issiq maskanlarga shoshilayotgan, izg'irin sovuq suyak-suyakdan o'tadigan bir paytda ular qalin qor va tinimsiz yomg'ir ostida chorrahalar markazida turib harakatni boshqarishmoqda. Ayniqsa tirbandlik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yirik chorrahalarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari harakatni bevosita boshqarib, haydovchilarga yaqindan ko'mak bermoqdalar. Ularning sa'y-harakatlari bilan ko'ngilsiz hodisalarning oldi olinmoqda. Bugun mine respublikamızın deyarlik barliq aymoqlarında qar jaup, yo'llarda muzg'aloqlar paydo bo'lib, ya'ni harakatlar bir qancha qiyinlashmoqda. Sol sebepten barcha avtotransport boshqaruvchilarini, barcha harakat qatnashuvchilarini, ya'ni yo'llarda harakatlanganda yo'l harakat qoidalarini amal etuvin, asirasi tezlikni asirmavun, araliq saqlavun hamda shunday mumkinchilik bo'lmasa uzoq safarlarga chiqishni so'raymiz. Bugungidek, ya'ni sol fuqarolardan jamiyatlik transportlardan foydalanuvda sebebiniki bunday havo rayonida sol avtotransport boshqaruvchilaridan bir qancha qiyinchiliklar tug'diradi. Sol sebepten harakatlanganimizda yo'llarda harakatlangan yo'l harakati qoidalarini amal etib, asosiy piyodalar yo'llarni o'tuvdan oldin, ya'ni sol avtotransportlarning bag'itidan, ya'ni harakatiga qarab harakatlanuvi sebebiniki avtotransportlar bunday tayg'oqlarga, ya'ni to'xtash mumkinchiligi az bo'ladi. Sol sebepten piyodalar e'tiborli bo'lib harakatlanishni so'raymiz. Barliq harakat qatnashuvchilaridan yo'llarda harakatlangan e'tiborli bo'lib, ya'ni yo'l harakat qoidalarini amal etgan holda harakatlansa, har qanday yo'lchilardan aldaniladi. Maqsadimiz yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, yo'l transportning oldini olib topiladi. Bugungidek havo rayonida barcha, ya'ni sol harakat qatnashuvchilarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida har bir kesishlarga, har bir piyodalar o'tish yo'llarini sol yo'l-patrul xizmat inspektorlari biriktirilgan. Bularning maqsadi sol xavfsizlikni ta'minlash, ya'ni sol tig'izliklarning oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'lib hisoblanadi. Unutmang, barchamizning asosiy maqsadimiz har bir insonning manziliga sog'-salomat yetib borishini ta'minlashdir. Sinovli kunlarda yo'llarda bir-birimizga nisbatan e'tiborli bo'laylik.